Assalomu alaykum qadrdonlar. Mana xudo xolasa mana shu joyimiz bitmasdan holatini sizlarga taqdim etyapmiz. Hozir videoda o'tkazib bormasanglar bitgan holatini qo'yamiz. Mana do'stlar, xudo xolasa bu obyektimizni ham bitkazib oldik. Do'ppisli holatiga bitta like qarasa, shuncha mehnatga bitta like bosib ketsanglar, ishimiz keng tarqalishi o'sizlar qo'shgan bo'lardilar va xursand bo'lib qolgan bo'lardilar. Keyin ish sifatini hozir to'liq ko'rasizlar. Xudo xolasa sizlarga to'liq obzor qilib ketamiz. Mana shu joyimizni o'rtasida parda bo'lasidi, bu yerda jaluzi parda qilib ketasizdik. Bu keyin qo'yiladigan bo'ldi. Shuning uchun qo'yilmadi. Qolgan mana pastlarini ham tunikafon qilib, bu o'rtalarini berib bitkazib ketganmiz. Qadrdonlar, bu ishimiz Andijon viloyati Asaka tumanida o'z nihoyasiga yetkazdik. Xudo xolasa o'ta go'zal holatda chiqdi. Buni hamma yo'q oppoq svetda bo'ldi. Boshqa rang aralashmadi. Bir xilda qilib oppoq svetdagi tunikafonda qilib berganmiz. Keyin mana ish sifatiga ham bittadan baho berib, like bosib ketsanglar xursand bo'lamiz. Endi qadrdonlar, bu ishimizni narxiga keladigan bo'lsa, hozir oddiy uylar, bir etajli uylarni 120 ming so'mdan 140 ming so'mgacha qilyapmiz. Agar sizning uyingiz shunaqa 2 etajli bo'lsa, qo'shilib qoladi holatiga qarab. Hozir bu ishimizni 160 ming so'mdan qilib berganmiz. Hamma rasxoti ichida. Shu ko'rib turgan joylarda hamma rasxoti ichida 160 ming so'mdan qilib berganmiz. Nimaga desanglar, bu yerimiz birinchidan baland, keyin mana bunaqa burchaklari ko'p. Mana yonboshlariga, orqalariga lesa terish imkoniyati yo'q edi. Shuning uchun lesa terishlar qiyin, keyin baland ish. Shuning uchun qimmat ishlanadi qadrdonlar. Shuni ham hisobga olib qo'yasizlar. Nimaga 120 mingdan 140 ming so'mgacha degansizlar degan savol tug'iladi. Biz u narxni aytganmiz. U narx bir etajli uylarga amal qiladi. Bunaqa 2 etajli uylarga mehnat og'irroq, shuning uchun qimmatroqdan ishlanadi. Shuni ham hisobga olib qo'yasizlar. Bizda hozir shu yerga ketadigan tunikani kvadrati hisoblanadi. Joizi kvadrat emas, shuni ham hisobga olib qo'yiladi. Buni ko'p bora aytyapmiz. Biz tunika fonda shu ko'p tushunmovchilik bo'lyapti. Meni joyim misol mancha yuzasi deb, buncha nima buncha chiqadi deb degan savollar tug'iladi. Bizda mana misol sizning joyingiz 1 metr bo'lsa, mana ko'rib turganinglarda mana shu joyimiz 1 metr chiqqan bo'lsa, tarnotaga bukilishlari bo'lyapti, keyin orqa tomonni ikkitadan bukilishlari, keyin karniz ketyapti devorda. Shular bilan hisoblanadi. Shunga kvadrat ko'proq chiqadi. Misol sizning joyingiz 10 metrga 1 metr bo'lsa, 10 kvadrat bo'ladigan bo'lsa, bu fasonda 20 kvadrat atrofida, 18-20 kvadrat atrofida chiqadi. Nima desanglar, bu fasonimizda buklanishlari ko'p, fasoniga qarab o'zgaradi. Misol 1 metrga 10 metr joyingiz 16-17 kvadratdan 20 kvadratgacha o'zgarishi mumkin fasoniga qarab. U siz tanlagan fasonga qarab o'zgaradi. Qadrdonlar, mana ish sifatini ko'rdinglar. Bu orqa tomonlari, yonboshlari yoqsa bizga aloqaga chiqinglar, chiroyli qilib beramiz.